Bolalar, yiqilish texnikasini biz o'rganamiz, hali ko'p trenirovka qilamiz yiqilish texnikasini. Nima uchun kerak bizga? Futbol paytida kuch ishlatiladi, har xil holat bo'ladi. O'sha yiqilganda o'zlaringni travmadan saqlash uchun. Mana hozir bitta narsa aytayapman. Sizlarni turtuvordi o'yin paytida. Turtuvordi. Birinchi navbatda nima qilasiz? Yiqilib ketyapsizlar, yiqilishga ketyapsizlar, muvozanat saqlay olmadilar. Birinchi navbatda nima qilasizlar? Panjalarni yig'asizlar. Panjalaringni ochiq qolsa, panjalar yiqilganda sinib ketadi. Eshityapsizlarmi? Keyin panjani yiqqandan keyin darrov qo'llaringni ko'kraklaringga bosib o'zlaringga tortasizlar. Yiqilish paytida. Nima uchun? Agar panjalaring ochiq bo'lsa, qo'llaring yig'ib olmasalaring, yiqilganda qo'llaring qaytib ketadi. Yo panjalaring sinadi, yo qo'llaring sinadi. Yoki bo'lmasa travma olasizlar, shilinadi, boshqa bo'ladi. Tushunlaringmi? Kuyrok deydi hozirgi 10 bolaga oshish ham o'sha sizlarni travmadan saqlovchi mashqlardan bittasi. Qattiq shiddatli to'pga olishuv bo'lganda raqib sizlarni ayab o'tirmaydi. Qo'pollik bo'lish mumkin, chalib yiqitish mumkin. Chalib yiqitilganda, masalan sizlarga tog'anoq berganda qanday qilib yiqilmasdan qolishni ham o'rganamiz. Hozir endi navbatdagi hozir 10 bolaga oshish mashqini bajardik. Sanjar, sen ko'rsatib ber. Endi mana bu turini, boya ham ko'rsatdik buni. Mana bu turini o'rganasizlar. O'rgataymi? Davay, ko'rsat. O'rgat. Birinchi bo'lib kelasizlar. Eshit, qara. Qismi bilan, mana. Orqa qismi bilan. Ana shunday. Aha. Qo'l yerga tushishi kerak. Ha. Qo'lni panjani yoziq bo'lmasin, mushqib olasan, sinmasligi uchun. Yoziq bo'lish kerak. Yo, bunday turish kerak. Panja bir bo'lish kerak-da, yig'ilish kerak panja, to'g'ri, davay. Lekin mushq qilsang undan ham yaxshi. Nimagaki, asosan texnikada mushq qilinadi, sababi panja ochiq bo'lsa, baribir qaytib ketish holati bo'lishi mumkin. Davay, bo'pti, ko'rsat. Qara, bolalar, qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Ha. Davay. Burilib yelkani tashab yiqilasizlar. Mana. Ko'rdilaringmi? Davayki, boshladik hammamiz birdan. Ha? Boshladik. To'g'ri, ha? Davay, boshla Shohruh. Boshla. Ha, davay, dальше ketaver. Ha. Dальше. Ha. Shohruh, davay, bajar. Tushunlaringmi? Qaranglar. Tez joylaringga kelinglar, joylaringga yuguringlar. Tez. Joylaringga keldik. Tez. Endi hozir bundan keyin qaranglar, anovi darvozaga через себя yiqilish mashqi bor-ku, buni hammalaring uyda bajarasizlar, o'rganasizlar. Agar sizlar uylaringda mustaqil ishlasalaring, jismoniy holatlaringni yaxshilab tayyorlasalaring, bu yerda ko'proq futbol texnikasi, teoriyasi, praktikasini o'rganamiz. Tushunyapsizmi? Taktikani o'rganamiz. Ko'proq futbol o'ynaymiz. Shuning uchun sizlar uyda ishlashlaring kerak. Uyga berilgan vazifani bajarishlaring kerak. Mustaqil individual programma bo'yicha. Tushunarlimi?